Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Sharq Turkistonda Xitoyning Chag'an bayramini tabriklash faoliyatlari uyushtirilmoqda. Uxan shahrida aerodrom va poyezd stansiyalari taqilib, harbiy boshqarish holatiga o'tdi. Lagerlardagi Uyg'urlarning organ tijoratiga qurbon qilinayotganligi bildirilmoqda. Amerikaning 7 davlatga viza cheklimiz qo'yishni planlayotganligi ilgari surildi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunları olsun. Xitoyning har darajalik hukumat axborotlaridagi xabarlarda ko'rsatilishicha, bu yillik Chag'an bayrami arafasida Sharq Turkistonning har qaysi shahar, nahiya, yezi sahrolargacha Uyg'urlar markazlik tarqalgan joylardagi Uyg'ur omisiga Xitoycha yo'sinda kiyindirib, chag'anliq masnaviy chaplab, panuslarni osqanligi, yangir usuli o'ynash, ajdarho va shir o'ynatish, Xitoylar bilan birlikda tugib yeyish orqali chag'anni kutib olishga majburiy tashkillamoqda ekan. Xitoy xabarlar to'g'ri 22 yanvar kuni tarqatgan atalmish Xinjiangning janubidagi yezi qishloqlar qizilga purkundi mavzuli xabarda ko'rsatilishicha, Yamaniyar yezisidagi ammo kanita turishli kadrlar bosh atirti tashkillagan chag'anliq faoliyatlar bo'yicha Xitoyning an'anaviy kiyimlarini kiyib, yalpigish usuli, kunlik usul o'ynashga va atalmish millatlar ittifoqligi tugurini naq maydonda tugib yeyishga tashkillangan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda yaqin yillardan boshlab keng ko'lamli tutqun harakati boshlab, Uyg'urlarni lager qamash bilan bir vaqtda yerlik urf-odatlarni, turmush xosligini, islomiy bayramlarni bostirib, Xitoyning Chag'an bayrami, Panus bayrami qatorliq an'anaviy bayramlarni dag'dug'i qilib o'tkazishni mos qadamda kuchaytirib, Uyg'urlarning Xitoy davlatiga bo'lgan sadoqatini sinaydigan bir imtihon maydoniga aylantirgan. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash, Sharq Turkistonda irqiy va milliy madaniyat qirg'inchiligi olib berayotgan bir mezgilda Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq musulmon millatlarning milliy va diniy bayramlarini qattiq cheklab, Xitoy o'zlarining tarixdan buyon davomlashtirib kelayotgan diniy va milliy bayramini Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan joylarda majburiy o'tkazgan va ularning Xitoylarning milliy an'analariga to'liq bo'ysunishini bir imtihon qilgan. Buningdan Xitoy hukumatining Uyg'urlarni yo'q qilish siyosatining avjiga chiqqanligidan derak berdiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi dedi. Uxan shahrida yangi tipli tarqalishchan virus sababidan aerodrom va poyezd stansiyalari taqilib, ommaviy qatnash vositalari vaqtli to'xtatish va harbiy boshqarish holatiga o'tgan. Uxan doiralari aerodrom bilan poyezd stansiyalarining taqilganligini, avtobus, metro, paraxod va uzun yo'lli qatnash vositalarining 23 yanvar shu yer vaqti soat 10 dan boshlab vaqtli to'xtatilganligini uqtirgan. Mas'ul doiralar yana taxminan 9 million nüfusli shahardagi fuqarolarga shahardan chiqmaslik to'g'risida ogohlantirgan. Virus sababidan jenidan ayrilganlar soni 17 ga chiqqan Uxan shahrida fuqarolardan kishilar zich joylardan va ommaga ochiq bo'lgan yig'ilishlardan yiroq turish chaqiriq qilingan. Uxan virus deb atalgan yangi tipli tarqalishchan virus nafaslanish, yo'tilish va tush ko'rish orqali tez yo'qoladi ekan. Virus yuqqan kishilar dastlabda qizish, bo'g'iz og'rish, yo'tilish, nafas olishda qiynalish, ich surishga o'xshash alomatlar ko'riladi ekan. Ig'irlashganda o'pka yallig'lanish, börekning zaiflashishini keltirib chiqarib, oxirida o'limni paydo qiladi ekan. Erkin Osiyo radiosi xabarida Amerikadagi tunilgan obzorchi va tadqiqotchi C.J. Verilman lagerga solangan Uyg'urlarning atalmish halol organ tijoratiga qurbon qilinayotganligini bildirdi. C.J. Verilman Medium nomli tor betda e'lon qilgan maqolasida xalqaro jamiyat Uyg'urlarning masalasida yetarli darajada inkas qaytarmayotgan bir ahvol ostida yana Uyg'ur lager tutqunlarining badan ishki a'zolarini elish uchun o'ltirilayotganligi haqida ishonchli ma'lumotlar borligini bayon qilib, Xitoy tilidagi bir televiziya kanalida o'zini ayli deb tanishtirgan bir Xitoy ayolining bu vaqtda guvohlik bergan videosini misol qilib ko'rsatgan. Uning aytishicha, bu Xitoy ayol Shanxaydagi mezgilda 37 nafar saudilik arab bemorga Sharq Turkistondan keltirilgan atalmish halol organ, ya'ni odam ishki a'zosi ko'chirilganligiga shohid bo'lganligini aytib bergan. C.J. Verilman yana hozir arab davlatlaridagi torbatlarda Xitoyda atalmish halol organ yo'tkash haqidagi e'lonlarning nihoyatda oson ko'zga chiliqadiganligini ta'kidlagan. Verilman Uyg'ur faoliyatchilaridan Anvar To'xti, Erkin Sidiqlar bilan o'tkazgan suhbatlardami Uyg'urlarning organ atkazchiligi qurbon qilinayotganligi haqida ishonchli ma'lumotlarga erishganligini, Angliyadagi bir mustaqil organ tarafidan e'lon qilingan bu vaqtdagi dokladda Xitoy hukumatining har yili oz deganda 69 mingdan ortiq odam ishki a'zosini o'tkazadiganligi va buning Uyg'urlar va Falun Gong murtlaridan e'linganligi haqida dokladi borligini bayon qilgan. U maqolasida mushuning o'xshash barliq detallarni birlashtirganda Uyg'ur lager tutqunlarining organ tijorati uchun o'ltirilayotganligi ehtimolligining intayin yuqoriligini eskartib, xalqaro jamiyatning Yahudiy qirg'inchiligidan keyingi bu zo'r qirg'inchilikni to'xtatish uchun yana qanday paketga ehtiyoji bor deb so'ragan. 很有体会。这个2006年，我记得当时，有大概在天津泰达医院就心脏就肝脏就是移植科吧，还是就有37个阿拉伯人啊，就是沙特人。
当时他们就是说起来，为什么要新疆人会被选中呢？因为这些人是要清真的。 Donald Trump hökumetining Osiyo va Afrikadagi 7 davlatga viza cheklimiz qo'yishni planlayotganligi ilgari surildi. Amerika taratqullarining xabar qilishicha, Donald Trump hukumati Belorussiya, Eritreya, Qirg'iziston, Burma, Nigeriya, Sudan va Tanzaniya qatorliq davlatlarga viza cheklimiz qo'yishni planlamoqda ekan. Aqsaroydagi yuqori darajalik bir amaldorning tizimlikning texnik jazmlashtirilmaganligini, ya'ni kam degandimi bir davlatning bu tizimlikka kirgizilish ehtimoli borligini bildirganligi qayd qilingan. Mazkur planning tizimlikka kirgizilgan davlatlarning fuqarolarining Amerika Qo'shma Shtatlariga kirishni to'sishi emas, iqomat, sayohat va savdo vizalariga ko'rinarli darajada cheklama qo'yishni nishon qilganligi eskartilib, tafsiloti oshkorlanmagan planga doir xizmatlarning tamomlanishidan keyin Aqsaroyning bu vaqtda bayonot e'lon qilinganligi bildirildi. Amerika prezidenti Donald Trump 2017 yil 27 yanvarda Eron, Suriya, Liviya, Yaman, Somali, Chad va Shimoliy Koreyaga sayohat cheklimiz qo'ygan bo'lib, qaror keng ko'lamli norozilik namoyishlariga sabab bo'lgandan keyin plandan voz kechishga majbur bo'lgan edi. Keyincha mas'uliyatlarini ado qilganlik uchun Chad mazkur tizimlikdan chiqarib etilgan. Sayohat cheklimiz yumshatilib ijro qilinishga boshlangan bo'lsa-mu, Hawaii va Maryland shtatlaridagi sudyalarning qarorining davlat miqyosida ijro qilinishini to'xtatib qo'yish o'tkiliga duch kelgan edi. Amerika yuqori sudi o'tgan yili iyun oyida Trumpning ba'zi musulmon davlatlarni o'z ichiga olgan 7 davlatga qaratgan sayohat cheklamasini 5 ga qarshi 4 ovoz bilan ma'qullab, uning Amerika asosiy qonuniga uyg'un ekanligini e'lon qilgan edi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.